Assalomu alaykum. Oddiy kanalini hurmatli kuzatuvchilari. Yodingizda bo'lsa, 1-dekabr kuni videolarimizda biz va'da qilgan edik sizlarga har juma kunli aksiya va bitta pechkani hadya qilishga ahdlashgan edik. Va'damizga muvofiq bugun mana juma kuni o'sha videomizga muvofiq xolislar ishtirokida Xudo xolasa o'sha pechka egasini aniqlaymiz. Bunga bizda azizlayotgan mehmonimiz Tojikistondan Dushanbedan kelgan mijozimiz, hurmatli akamiz yordam beradi. Mana bir hafta ichida bizdan pechka sotib olgan mijozlarimizni raqamlari va kontaktlarini shu yerga yozib chiqqanmiz. 3 kunlik ichida, ya'ni 1-dekabrdan to'g'ri bugungi kungacha. Keyingi jumadan bugungi jumagacha Xudo xolasa yana bizda faol bo'linglar, o'z fikrlaringizni, mulohazalaringizni bildiringlar. Biz keyingi jumaga yana Xudo xolasa sizlarga yana ham Xudo xolasa chiroyli sovg'alar berishga harakat qilamiz. Endi mana davom etamiz. Mana bu kontaktlar yozilgan qog'ozchalarimizdagi, xo'p, mana shu bakalimizga solamiz aka. Xo'p, bakal ichida ularni aralashtirgan holatda tashlab beraman aka. Shunda siz ularni aniqlab berasiz. Tortilgan o'sha mijozimizga hozirgi o'zida aloqaga chiqamiz va eng asosiysi nafaqat pechkani, ular respublikani har qanday nuqtasida bo'lishlaridan qat'iy nazar ahdlashuvimizga muvofiq uni bepul tarzda yetkazib beramiz. Aka boshladik bo'lmasa, mana ko'rib turibsizlar, ichkarida hech nimani tusga urmagan, bilmagan holimizni aylantiryapmiz va stol ustiga tashlaymiz. Bulardan endi akam istalganini, xohlaganlarini bittasini tanlab beradi. Mana kushkani ichida hech nima qolmadi aka. Qarang, marhamat aka. Bismillah. Davom ekanlar. Angrendan davom ekan. Nechi keladi? Raqamlari 93lik, 93lik, 166, 166, 40, 20. 20, barakalloh. Aloqaga chiqadilar. Kartani ko'rsatib berasizki. Angren Davron aka 93lik 166 40 20. Assalomu alaykum. Davron aka, esda qoladimmi? Sizni Farg'onada Marg'ilonni Vodiy Galandosh ishlab chiqarish korxonasidan esda qilyapman. Bizdan pechka sotib olgan ekansiz aka. Xabaringiz bo'lsa, biz bir haftalik aksiya e'lon qilgan edik, ya'ni har juma kuni mijozlarimizga orasidan omadli mijozimizga juma kuni pechkamizni hadya sifatida berishni e'lon qilgan edik. Siz xuddi o'sha aksiyamizda g'olibi bo'ldingiz va biz sizga o'sha va'da qilingan pechkani yana bitta qo'shimcha tarzda bepul yetkazib beramiz. Ertaga Xudo xolasa siz pechkani qo'lingizga qabul qilib olib, bizga qabul qilib oldi, o'sha va'dalashilgan bepul tarzda olingan pechkani bizga video tashlab berishingiz kerak bo'ladi aka. Siz bilan hamkorlik bilan ishlaganimizdan mamnunmiz. Pechkalarimiz o'zi qanday chiqdi, qanday holatda yoqyapsiz? Rahmat, salomat bo'ling Davron aka, sog' bo'ling. Xo'p bo'ladi. Davron aka, kuningiz xayrli bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p. Mana hurmatli mijozlarimiz, ko'rib turganingizdek Davron akamiz bilan Toshkent viloyati Angren tumanidan ekanlar. Aloqaga chiqdik va biz ularga ertaga o'zida Xudo xolasa bepulga yetkazib beramiz. Bizni kuzatib boring, bizda faol bo'ling. Inshaalloh biz har bir mijozimizga va'da qilingan o'sha sifatli pechkalarni, vodiy ekonomik pechkalarni sifatli tarzda yetkazib berishga harakat qilamiz. Vodiy pechka, tanlovda adashmaymiz.